Taala ularning kecha qorong'uligida tuzgan yomon planlarini ularning nomi amaliga xotirlab turadi. Qilg'ini qilgan, aytgini aytgan bo'lib ketavermaydi. Buning hamon hisobi bor. Ey payg'ambar, sen o'ndoq ikki yuzlamachi munofiqlardan yuzingni o'rigin. Ya'ni ular uchuq oshkorlangan munofiqligi uchun ularni hisobga tortma va ularga chiroyingni uchuq ochmag'in. Ularning bu qilmishlariga parvo qilmag'in. Keraklik sabablarni qilib bo'lib, Allohga tavakkul qilib ishni boshlag'in. Alloh o'ziga tayangan kishilarga yordam qilishga va ega bo'lishga ular Qur'on Karim oyatlari ustida yaxshi to'xtalib fikr yurgizsa bo'lmamdi? Shundala ularning ikkilishlari tugab islomiyati takomillashadi-da, sening rost payg'ambar ekanliging va sening buyrug'ingga to'liq itoat qilish kerakligini biladi. Qur'onning Allohdan kelganligida qilchi shak yo'qdir va uningda hech zidlik yo'qdir. Agar Qur'on Allohdan boshqa biri tarafidan barliqqa kelgan bo'lsa edi, albatta ular uningdan nurlarga qo'rqinib soladigan, shundaqla yoshirishga tegishli qandaqli bir xabar ularning qo'liga yetsa, ular u xabarning rost yolg'onligini tekshirmasdilla va yaxshimi yomonmi oqibatini o'ylamasdilla kishilarning orasida tarqitadi. Agar ular shundaq bir xabarni anglagan hamon u xabarni yeyishdan burun sen elchimizga yoki mu'minlar ichidagi ilm ahlilariga va mas'ul boshlarga ma'lum qilgan bo'lsa edi, ularning ichidagi u xabarning mohiyatini tadqiq qilib hukm chiqargan tarqatmanglar degandek va xabarni tekshira oladigan kishilar oranglarda bo'lishdek, sizlar bilolmaydigan narsalarni bildirishdek Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlarning oranglardagi to'g'ri xatoni va musulmonlarga foyda manfaatni o'ylab ish ko'radigan, yiroqni ko'rar taqvodor oz kishilardan boshqalarning hammasi saxta botil xabarni tarqatib, bu xabarga ishonib ish ko'rib yoki rost xabar bo'lsa-mu o'z beshinglarcha xato tahlil qilib ish ko'rib, cho'ng ovargarchilik keltirib chiqarib, shaytonga ergishib ketadinglar. Allah buni avval saqladi. Bundan Allohning dinini ustunlikka ega qilish va islom ahlini zulmdan qo'g'dash uchun Alloh yo'lida urush qilgin. Sen faqat o'zingning mas'uliyatini ado qilsang bo'ldi. Boshqalarning qilmishidan javobgar emassan. Boshqalar o'z qilmishidan o'zi javob beradi. Ammo boshqalarga qarata qiladigan ishing Allah yo'lida urush qilishning fazilatlarini va foydalarini va dushmanlarning ojizliklarini mu'minlarga so'zlab, ularni Allah yo'lida sen bilan birga urush qilishga tashviq qilgin. Shunda qilsang, mu'minlarning himmati qo'zg'alib, Allah yo'lida urush qilishga tayyor bo'lsa, Allah kofirlarning harbiy kuchini, sur-hayvisini to'sib qolg'ay. Dushman kuchidan qo'rqib qolmanglar. Sizlarga g'albini va'da qilgan Allohning kuchi har qanday kuchdan zo'rdir. Allah'ның ibretlik cezası her qandaq birisining cezasıdan qattiqdir. Kimki yaxshi bir ishga vosita bo'lsa, ya'ni bir kishi vosita bo'lganlik sababli kofirlarga urush echish yoki kishilarga yaxshilik qilish va yoki jamiyatdagi masalalarni hal qilishdek yaxshi bir ish maydonga chiqsa yoki bir yomonlikning oldi ilinsa, bu ishdan u vosita bo'lgan etginiga qarata jazolash yoki mukofotlashga qodirdir va shuni tetitib g'amxo'rlik qilguchidir. Birer salam bilen salam berilsanglar, sizler onundan yaxshiroq salam bilen cevap qaytarыңlar. Yoki hiç bo'lmaganda onun salamiga baravar salam qaytarыңlar. Allah sizler qilgan hamma amalni zoya qilib etmay, saq-saqlab hisobini alg'uchidir va mukofotini berguchidir. Ya'ni sizlarning qilgan yaxshi amalinglar ig'zinglardan chiqqan so'z bo'lsa, yana kelib salamni qaytarganda ortiq qilingan bir ikki so'z bo'lsa-mu, yoki bo'lmasa salamdan go'zalroq bo'lgan qaytarish yusuni bo'lsa-mu, Allah onu zaya qilib, u Allohdan boshqa hech qanday haqiqiy iloh yo'qdir. Boshqasi hammasi botil. Sizlar Allohga qulchilik qilishda sal qaramanglar. Qiyomatni o'ylab qo'yinglar. U Alloh bo'lishida qilchi shubhi bo'lmagan qiyomat kunida